Assalomu alaykum. Shakarobod MFA tadbirkorlari, mana biz bugungi tadbirkorlar bilan uchrashuv shu Shakarobod MFAsida. Biz Xalqbanka O'zbekiston BXM xodimlarimiz bu tadbirkorlarga qulayliklar yaratish maqsadida 2025-yil 28-yanvarda Xalqbank tomonidan 312-qaror chiqqan. Shuni hozir endi tadbirkorlarga tanishtirib o'tibmiz. Shu bo'yicha bunda 6 yil muddatga kredit beramiz. 3 yil imtiyoz davri. Keyin 100 million so'mgacha bo'lgan qismi garovsiz. 300 milliongacha olinayotgan kreditlar garovda. Masalan, bu holatda Xalqbankida hisob raqamingiz bo'lsa, o'sha holat bo'yicha kredit ajratilaveradi. Agar oilaviy tadbirkorlik bo'yicha olingan kredit ketimi yaxshi bo'lsa, o'z vaqtida kredit mablag'lari to'langan bo'lsa, bu holatda ham kredit ajratiladi o'sha fuqaroga. Keyin bu kreditlarimiz masalan tikuvchilik uchun, quyonchilik, masalan chorva